Aylanaga diqqat bilan qarang. Hech qayerga shoshilmang. Faqat nafasingizni his qiling. Chuqur nafas oling va sekin-asta nafas chiqaring. Yana bir marta chuqur nafas oling va sekin chiqaring. Har bir nafas bilan tanangizni bo'shashib borayotganini his qiling. Yelkalaringizdagi taranglik asta-sekin yumshaydi. Yuz mushaklaringiz bo'shashmoqda. Qo'llaringiz va oyoqlaringiz yengillashmoqda. Ichingizdagi og'irlikni bir lahza kuzating. U bilan kurashmang. Uni faqat sezing. Va har bir chiqargan nafasingiz bilan shu og'irlikning ozgina qismini sizdan uzoqlashayotganini tasavvur qiling. Siz hozir xavfsiz joydasiz. O'zingizga dam olishga ruxsat bering. Ichingizda juda kuchli, kichik bo'lsa ham iliq bir nur paydo bo'layotganini tasavvur qiling. Bu nur asta-sekin kengaymoqda. Qo'llaringiz, oyoqlaringiz, qorin qismingiz, butun tanangizni iliqlik bilan to'ldirayotganini his qiling. Har bir nafas bilan ichidagi umid biroz kuchaymoqda. Siz hozir ham nafas olyapsiz. Demak, sizda oldinga qadam tashlash imkoniyati ham bor. Shoshilish shart emas. Bugun faqat bitta kichik qadam kifoya. Bir qadam. Yana bir nafas. Va yana biroz yorug'lik. O'zingizga mehr bilan qarang. O'zingizni tan oling va qabul qiling. Tanangizdagi butun tarangliklarni butkul bo'shashganini, tanangiz yengillashganini his qiling. Va yana bir chuqur aylanaga qarang. Aylana ichida qo'shilib borayotganingizni his qiling. Va yengil holatingizni his qiling. Chuqur nafas olib, nafas chiqaring. Va amaliyotni yakunlang.